Kechasi soat 1:30da yer qimirlash sodir bo'ldi. Joriy yilning 3-noyabr kuni soat tungi 01:29 atrofida Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida 5 balli zilzila kuzatildi. Ayni paytda men Bog'ishamol mahallasi Islom Karimov ko'chasidaman. Bu yerdagi ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchi aholi aynan tepadan pastga tushishga biroz qiynalishgan, sababi ko'rib turganingizdek bu yerda ko'pchilik istiqomat qilishadi. Xo'sh, o'zi bunday vaziyatda liftdan tushish afzalmi yoki bo'lmasam zinadan? Biz mutaxassisga ayni ushbu savol bilan yuzlandik. Fuqarolarimizni shoshilinch ahvolda talvasaga tushish oqibatida liftlardan foydalanish kuzatildi. O'zi aslida bunaqa holatlarda zinalar orqali tushiladi, lekin bu liftlardan foydalanish tavsiya qilmaymiz. Chunki deganda har xil holat, favqulodda holatlar yuz berishi mumkin, svet o'chishi mumkin yoki o'zimiz ham o'chirishimiz mumkin. Chunki deganda liftda odam qamalib qolishi kuzatilishi mumkin. Hamma har xil vaziyatda bo'ladi. Lekin mana hozirgi bugun o'rganishimiz natijasida mana hech qanaqa talafotlar yo'q, kuzatilmadi. Hammasi yaxshi. To'g'ri, bitta ikkita liftlarimizda ba'zi bir tushunmovchiliklar bo'lib, nosozlik holatlari kelib chiqqan. Bular уже bartaraf qilindi. Zilzila yuzaga kelgan vaqtda ushbu ko'p qavatli xonadonlarda istiqomat qiluvchi aholi yaqin orada bunday zilzilani guvohi bo'lmagandek. Ba'zilar zilzila vaqtida pastga tushishgan bo'lsa, ko'pchilik zilziladan so'ng pastga tushdik demoqda. Biz 3-etajda turamiz. Birdan zilzila boshlandi va hammamiz tezroq pastga tushishga qaror qildik. Va bu jarayonda liftlar o'chib, svetlar o'chib qoldi. Zinada tushdik. Tepadan hamma tushgani uchun odam ko'p edi. Picha qiynaldik, tushishda ham qorong'u juda edi. Pastga tushsak, pastda ham vahima rosa yig'ilgan, tushib olganlar, yoshlar tushda gapiryapti, qo'rqyapti, yana qaytar ekan deb qo'rqishib, juda vahima bilan turishdik. Keyin shunday ozgina turdik. Biz ham keyin qo'rqib chiqolmadik-da, tepaga 11-qavatga chiqolmadik. Og'aylarga ketdik keyin. Bolalar vahimaga tushdi, ancha qo'rqdi. Bolalar O'sha vaqtda nima tushdingizmi zilzila vaqti? Zilzila payti tushmadik pastga. Chunki baribir zinalarda ovozlar, qo'rqinchli bolalar hamma shovqin bilan. Chunki sababi etajimizda studentlar, talabalar ko'p joylashgan. Ularga bolalar yana ularni ko'rib qo'rqinch holatga tushardi. Shuning uchun tushmadik. Zilzila to'xtagandan keyin pastga tushdik biz. Bundan tashqari zilzila yuzaga kelgan vaqtda Termiz shahrining Ibn Sino ko'chasida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Biz ushbu xabarlar haqida rasmiy ma'lumot olish maqsadida Elnur Abrayevga yuzlanamiz. Elnur aka, aytingchi, haqiqatan ham zilzila yuzaga kelgan vaqtda ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lganmi? Ushbu ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan bu ma'lumot noto'g'ri, chunki bu yo'l transport hodisasida zilzilani umuman aloqasi yo'q. Bundan tashqari ushbu yo'l transport hodisasi haqiqatan kuni kecha zilzila sodir bo'lishidan yarim soatcha 20 daqiqacha oldin Termiz shahrining Yulduz mahallasida sodir bo'lyapti. 2006-yilda Afg'oniston Respublikasi Mozor Sharif shahrida tug'ilgan fuqaro tomonidan boshqarib kelinayotgan Toyota rusumli transport vositasida boshqaruvni yo'qotib yo'l chetidagi ustunlarga urilishi oqibatida transport vositasi ag'darilgan. Ushbu jarayonda avtomashinada yong'in yuzaga kelgan. Yo'l transport hodisasi natijasida oqibatida hech qanday o'lim holati yoki tan jarohati olgan holatlar kuzatilmagan. Barcha yo'lovchilar va haydovchi sog' salomat. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullaridan ham qo'shimcha rasmiy ma'lumot olishga harakat qildik, biroq bizga ular intervyu berishdan bosh tortishdi. Abror Mamirahimov, Maqsud Alimnazarov, Tafsilot informatsion dasturi uchun ishonch.